Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari, chorva ishqibozlari, akalar, ukalar. Bugungi video syomkamiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani Qirqvoyli qishlog'idan bo'ladi. Sizlarga batafsil yoritib berishga harakat qilamiz. Videoda kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Sizlardan so'rab qoladigan narsamiz videodan like, kanalga obuna qo'ysangiz biz bundan juda minnatdor bo'lamiz. Bizning keyingi video chiqarishimizga bir kuch bo'ladi. Unda video syomkalarimizni boshladik. Do'stlar, savdomiz ketyapti hozir. Bolasini uvoz. Bunaqa qilmang endi. Bor baraka. Men sotyapman. Bor baraka. Mana usti 5 ta ekan, usti 5 ta deyapti. 25,5 qilyapti, bermayapti. Men mehnat qilyapman. Keng endi. Usti 5 ta ekan, 25,5 ga bo'lmadi mana. Nech pul ekan bu tog'a? Nech pul deyapsiz uni? Buni 37 uchgan deyapman. Xolasi xonasi. Birinchi tug'ishmi? Yo'q, uchinchi. Uchinchi tug'ishi ekan. Usti nechta ishdi? 15 taga olarmi? 15 ta? 15 ta. Usti 15 ta ekan mana Bag'dod Chorva bozorida. 37,5 deyishyapti. Bolasi xonasi. 25,5. Qanday o'zi 36 sotilgan bilan beraveradi. Mana keyingi siyimiz. Nech pul deyapsiz aka buni? Nech pul deyapsiz? 40 million deyapti. 40 million. Bolasini xonasini. Nechinchi tug'ishi bu? Uchinchisi durek. Uchinchisi deyishyapti. Suti qancha ekan aka? 15 tasi bor. Suti 15 ta bor ekan. Bag'dod Chorva bozorida turibdi ekan. Mana keyingi siyirimiz. Ketib qolmanga meshitlarda bo'laman. Bolasini uvoz. Nech pul deyapsiz aka buni? Jupiga 85,5. Ikkalasi. 85,5. Mana jupiga 85,5 qilishyapti ekan. Bittasi mana bu, ikkinchisi mana bu ekan. Ikkalasi ham bolasini uvoz. Nech pul deyapsiz aka buni? 35 million. 35 million. Bolasini uvoz. Bolasini uvoz. Bolasini uvoz. Nechinchi tug'ishi? Uchinchi bolasi. Uchinchi bolasi ekan. Sutimiz nechta ekan? Suti 12 ta suti bor. Suti 12 ta bor deyapti mana. Molimizni tanalari toza o'ta. O'n 12 litr suti bor deyapti. Sir bozoring o'z bo'lsa qassoblar 88 millionga baho bo'ldi ikkalasi. 88 million ikkalasini ham bolasini uvoz. Ekkan 90 million. Buni bolasi bu. Barakasini beraversin ikkovlariga ham. Barakasini beraversin ikkovlariga mana 38,5 ga baho bo'ldi. Sakkiz yarimga baho bo'ldi mana. Bolasi xonajin. Mana do'stlar, bo'g'oz mollarimizni ko'rsatamiz. 21,5 qilishyapti, berishmayapti. Necha oylik bo'g'oz aka bu? Aka 6 oylik dishyapti. 6 oylik. 6 oylik dishyapti ekan mana. Bu molimiz 6,5 oylik bo'g'oz ekan. 23,5 million qilishyapti, berishmayapti. Qo'sh. Berasizmi? Buni 23 ga berasizmi? Buni 21 ga. 23 qilyapti, bermayapti mana. Hech ketadi. Keyingi bo'g'ozimiz. Nech pul aka bu? 32 million. 32. Necha oylik bo'g'oz? 6 oylik bo'g'oz 32 million deyishyapti mana. 32 million narx etyapti. 32 million narx etishyapti, kelishtirib berishadi. Mana simental mollarimiz. Nech bo'lyapti hozirgi bularni? 80 kam. 80 kami bor deyapti mana. 82 kami bor.
Bağdat Chorva bozorida. Nech pul ekan aka ular deysizlar? Jupini 26 million qilishadi. Jupini 26 million deyishyapti ekan, bermayapti ekan mana. Ozgina qo'shilsa sotishib olar ekan. Lekin nech pul deyapsiz? 26 millionga berishmayapti mana. Mana xonajinchamiz 14 million 200 mingga baho bo'lyapti. 14 million 200 mingga berishmayapti, savdo ketyapti. Aka o'sha Nech pul bo'ldi aka? 35 ming. 35. Barakasini beraversin aka. 35 millionga baho bo'ldi mana. Barakasini beraversin. 11 millionga baho bo'ldi mana. Xonajimiz 11 millionga. 30 ming menga beraman. Nech pul bo'pti aka? 48. 38 millionga baho bo'pti mana. Yana bola ata. Yana bola nech pul bo'ldi? 23. Barakasini beraversin. Xullas xonajin ekan. Yana bola nech pul bo'pti tog'a? 23 millionga baho bo'pti. Barakasini beraversin. Xullas xonajin. Do'stlar, layklar bosib turaveramiz. Layk bosish bepul. Nech pul bo'ldi aka? Biz bilmaymiz-da. Narxini bilishimiz ekan. Nech pul bo'ldi aka bu? Mashinam bor. Qancha 10 million bo'ldi. 10 million barakasini beraversin aka. Mashinam bor. 10 millionga baho bo'pti. navbasiga o'ylaysiz. Nech pul bo'ldi aka? 20 million 300 ming. 20 million 300 ming. Barakasini beraversin. Novosimiz mana 20 million 300 mingga baho bo'pti.